Biz ushbu laboratoriyamizda 3 fazali 2 cho'lg'amli 3 yuzda yulduz ulangan transformatorni e'tiborimizga F-beta bog'lovlik grafigini qurib ko'ramiz. Biz 3 fazali 2 cho'lg'amli transformatorimizni 3 burchak yulduz sxemada ulab oldik. Endi biz o'zimizga kerakli bo'lgan qiymatlarni olamiz. Bizda berilgan qiymatlar bor. Bu bir qiymatimiz 400 volt bilan berilgan. Endi biz u ikki qiymatimizni topib olamiz. 218 volt chiqyapti bizda. U ikki qiymatimiz. Endi biz kosinusimizni aniqlab olamiz. Biz nominal kuchlanishni berib oldik. Kosinusimiz bizda 0.95 ni ko'rsatyapti. 0.95 kosinusini oldik. Bizda i0 ko'rsatkichimiz 179 ko'rsatyapti. 3. Endi biz keyingi qiymatimiz qisqa tutashuv kuchlanishi bo'ladi. Qisqa tutashuv kuchlanishini ampermetr orqali ko'rib olamiz. Nominal tokimizni beramiz. 1.52 amperaga. Asta sekinlik bilan beramiz. 1.52 amperdan oshirib olmagan holatda. 1.52 amper berganimizda bizda qisqa tutashuv kuchlanishimiz 8 volt bo'ldi. Men o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldim, kerakli qiymatlarni oldim. Endi bular asosida mendan so'ralgan grafik quriladi.